Chilonzor 8-kvartal, Malika Gasinsi, Chilonzor Road, Rayhon chorraha hamda Mirzo Ulug'bek metroning shunday yonginasidan sizlarga 4 etajli binoning 2-etajdan Euro remont bitta chiroyligina kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Shunday katta yo'lni yuzida Mirzo Ulug'bek metrogacha juda ham yaqin joyda bo'lgan kvartiramizni ko'rib o'tinglar. Kvartiramizni remont sizlarga yoqishi aniq. Agarda narxi ma'qul bo'lsa, telefon qilib baraka qilishingizni sizlarga tavsiya berib o'taman. Kvartiramizni bitta ko'rib o'tinglar. Kvartiramizga ham kirib oldik, hurmatli obunachilar. Men sizlarga ushbu kvartirani kirish eshigidan boshlab birma-bir har bir xonasini, har bir detalni ko'rsatib o'taman. Luks kvartiramizning remonti tayyor bo'ldi va sotuvga chiqdi. Lokatsiyani ko'rdinglar, juda ham zo'r joyda olib turib mazza qilib yashashlik yoki investitsiya hisobiga olib ijaraga berib qo'yishlik kvartiralarimizdan bittasi. Bu yog'imizni kirib kelaverish eshigimizni temir eshiklar almashgan, beskluchovoy karta yoki kod orqali ochib yopiladigan eshiklar, Euromontajlar qilib qo'yilgan koridor qismimizda. Koridorimizdan alohida sanuzelga kirsak bo'ladi. Prixojniy mebel, bu yog'imizda chiroyli oynalarimizni joylashtirib qo'yilgan podsvetkalar bilan birgalikda. Bemalol kvartiraga kirib chiqqanda o'zingizlarga qarab kirib chiqsanglar bo'ladi. To'g'rimizaga kirsak, bizani mana bunaqa chiroyli mehmonxona qismimizda kutib oladi. Kvartiramizda avtorskiy proyektda Euro remont mebel texnika qilingan. Har bir narsasi yangi, hali ishlatilmagan. Polni kvartira buzib tashlab, qaytadan remont qilingan. Bu yog'imizda televizorning zonamizda joylashgan. Bu yog'imizda esa dam olib o'tirish uchun divanli zonalarimizni qilib qo'yilgan. Oilaviy ovqatlanish uchun stol va stullarimizni qilib qo'yilgan. Hurmatli yurtdoshlarimiz o'zini konditsionerlar bilan birgalikda. Kvartiramizni kvadrat metri 50 metr kvadrat zerkalniy hisoblanadi. И skvoznoy variantda. Smeshka planirovka, ikkita tarafga qaragan oynalari bor. Xo'p, 1,5 ga uchli balkonga oshxona chiqazilgan. Kuxniy mebel va texnikalarimiz ko'rib turganingizdek ixchamgina qilib joylashtirib qo'yilgan. Hamma narsasi eng sifatli narsalardan ishlatilgan. Xo'p, bu yog'imizda xolodilnik, mikrovolnovka, pechka, posudomoyka, gaz plitasi, vitishkasi hamma narsalari o'rnatib qo'yilgan hurmatli yurtdoshlarimiz. Tashqi dvorimizni juda ham zo'r joyda joylashgan. Maktab bog'chaga va metroga ham juda ham yaqin joyda joylashgan kvartira lokatsiyasiga gap bo'lishi mumkin emas. Kvartira sizlarga yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosib qo'yinglar. Oldingi oshxona qismi esa hozir detskiy sifatida foydalanishga qoldirilgan. Bu yog'imizda bittalik spalnimizni bolajonlar dars tayyorlash uchun partalar qilingan, o'zini shkaflariga ega. Radiator ham qo'yib ketilgan. Dizaynimizga 1dan 5gacha baho berib ketasiz degan umiddamiz. Avtorskiy proyektda juda ham zo'r remontdan chiqdi ushbu kvartiramizni. Xudo xohlasa olgan odam baraka topadi. Bu yog'imizda Raditelskiy spalni. Spalnimizni ham chiroyiga bitta ahamiyat berib o'tinglar. Xo'p, hamma narsa pod zakazga ishlatilgan. Bu yoqda o'zini chiroyli podsvetkali shkaflari, osilib turuvchi spalnimizni podsvetkalar bilan birgalikda juda ham chiroyli viduxani berib turibdi, xudo xolasa. O'zini televizorning zonasiga ham ega. Chiroyli mana bunaqa kartinkalarimizni qo'yib qo'yilgan. Bu yog'imizda esa trimosi va orqa dvorga qaragan oynalarimiz. Mana shu chiroy nima deyapti? Shunaqa kvartiralarni olib yashash hamma obunachilarimga nasib qilsin. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu kvartirani olib turib investitsiya hisobida ham ijaraga berib qo'ysanglar bo'ladi. Kvartirani 700, 750 do 800 dollargacha arendaga berib qo'ysa bo'ladigan kvartira. Endi sizlar bilan sanuzelni ko'rib o'tamiz. Bu yog'imizda sanuzel qismi. Xo'p. Dush yaxshi smesителlar qo'yilgan va oynalar bilan yopib qo'yilgan. Bu yoqda rakinasi hamda kir yuvish mashinasi, gradus ko'rib turadigan oynalari, turetsga anaqa qizdiradigan narsalar ham qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda esa hojatxona qismi. Hojatxona ham polniy kafeldan chiqqan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, shunaqa Euro Luks hamma sharoitlari bilan birgalikda kvartiramiz sotiladi. Xo'p, bu kvartiramiz 4 etajli dommi 2-etajda joylashgan. Kvadrat metr aytib o'tganimizda 50 metr kvadrat. Narxiga to'xtalsak, ushbu kvartiramizga 79.500 dollar narx so'raymiz. Ozgina o'tib beradigan joylarimiz bor. Dokument tayyor, bemalol naqd pulga yoki ipoteka kreditga xarid qilib olsanglar bo'ladi. Ozgina yetmay turgan summalar bo'lsa, kreditga ham chiqazib beramiz agar kvartira sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa. Boshlang'ich to'lov degan narsa yo'q. Prosta sizlarda 20-25 ming dollar pul yetmasa, mana shu uyga xarid qilib olishga shuni kredit qilib beramiz. Kvartiramizning narxiga to'xtalsak 79.500 dollar. Narxi yoqdimi, telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Kvartiramiz sizni kutib turibdi, hamma sharoitlar bilan birgalikda. Bemalol telefon qilib kvartiraga kelib ko'ringlar.
ma'qul kelsa barakasini qilamiz.